videoni boshlayap. Like'ni bosib qo'yinglar. Yo'q, hozirdan ha bu. Jonivor chiroyli narsa ekan. Nech pul tog'a? 12,5 million so'm savdo bo'lyapti. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar. Shamolni kuzatuvchi qadrdonlar, YouTube chorva ishqibozlari. Hafta kuniga payshanba 2026-yil. Assalomu alaykum. Andijon viloyati Asaka O'zbekiston chorva bozorida yosh xonajinlar qatoridan boshladi. Xudo xolasa, novvoslar, xonajilar barchasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Bugungi sigir bozorini video qilmadik. Nimaga degan savolga sigir yo'q, umuman sigir chiqmabdi. Yashil ko'p. Juda ham bozor ayanchli holatda gapni ochig'i xonajinni ovozlari ko'rsatib beraveramiz xudo xolasa. Bari hali nima deydi, olgan odam baraka topadigan sigirlar yo'q, shuning uchun video qilmadim. Xudo xolasa keyingi bozorlarda video qilib beramiz. Videodan uzoqlashmang, bir dona like bosib qo'ying, mazza qilib tomosha qiling. Xudo xolasa. Bular nech puldan ekan? 345 million ekan bu. Bugungi bozorga. Xo'lazimmi? Chiroyli ekan-da. Puli ham arzon lekin. Aka nech pul oldi bu? 14 million 500 ming so'm. Mana? Yaxshi xonasini. Ketdi. Mana chiroyli. Hozirgini kichkinasi ekan. Bu nech pul bu? 16 million ekan. Bozor nech pul qilyapti? 14 million so'm savdo qilyapti. Hurmatli obunachilar. Yaxshi. Bozor har doimgidek balota. Nech pul verdingiz bunga aka? 12 million 300 ming so'm. Qora akamni qilib turing. 12 million 300 ming so'm. Bering. Sotayotgan aka soting, o'ylanmang. Bering. Sizga tirikchilikmi tog'a? Yo'q, tirikchilik. Bo'ldi, soting, foyda qilyapsizmi? Soting. Amaki nech pul bu? 12,5 bering. Nech pul qildi bozor? Yo'q. To'liq video olinyapti YouTube'ga. To'liqiga chiqmaysizmi? Chiqasiz. Nech pul qilishdi? Nimaga? Bir bilmaydigansan. Bilmaydigansan to'g'ri. To'qol nech pul qilishyapti? Beryapsiz? 14-200 kan. To'qol aka. Oq boshlar oldimikin? Oq boshlar oldingizmi? Yo'q, sotgan kelyapman. Nech puldan? 15 ta. Ko'rsatdim 200 kam 14 nima qilyapman deyapti. Hangi so'radi? Shved. Nech pul? 12 qilyaptimi? 12 million so'm savdo bo'lyapti. Chiroyli xonasini aka. Oliy mashina aka boqqan, tashlab qo'ying. Nech pul qilyapti? 11 million 600. 11 million 600 ming so'm savdo bo'lyapti. Bering tog'a. O'ylanmasdan soting. Nech pul boy aka? Ha? Nech pul verdingiz? Egoga 22 million. Qizillarga. Qizillar. 11 dan. 22 million so'm jupiga bir joyga savdo bo'lyapti. Mana. Bering bo'pti aka. Foyda qilyaptimi? Yumaladimi? Ya axir nima bo'lsa ham foyda bormi axir? Bo'ldi soting. Bilmayapman, shu orqaga olgan. Tushunmayapman. Nimaga tushunmaysiz? Ko'pchilik yana bola foyda qiladi joylar majbur. Pulga qarab sotyapman. Yo'q, bizda. Sotor oxirida sotib bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Nech pul?
9 milyon. Arzon bo'ldi. 96. Qaysi biriga? Nech pul? 12 milyon. Qo'ng'ir. Vot og'a bilan nech bilan qilyapti? 25 milyon beryapti. 12,5. 12 milyon 500 ming so'mdan savdo bo'lyapti. 25 milyon so'm bir joyga. Bozor vahshiy sepsilib ketdi, qarang, hurmatli obunachilar, masjidlarda yurib bo'lmasdi. Boyaga charchamayapsiz. Nech pul oldingiz? 15 o'tyorga oldi. Bozorda yashur chiqqandan beri odamlar qo'rqib ham qoldi, vahshiy sepsilib ketdi, qarang. Bu darajada bemalol syomka qilmasdim, gapni ochig'ida. Shved nech pul? 21 deyapmiz. 5 oydan endi 21 milyon. Nech pul qildi? Nech pul qildi bozor? 17 milyon 600 minggacha savdo bo'ldi. Bozor cho'ta shved taniydiganlar kelmadi. Shved taniydigan ham kelish emaslikda emas, aka bozorda bu yashil kasobat degan kasallik aka ko'payib, ancha odam qo'rqib ham qoldidan bo'lgan. Lekin bu yashildan chiqqan, cho'chimay olish. Ha, yashildan chiqqan bo'lsa qo'rqmaslik kerak. Yashildan chiqqan mol pilis yuradi faqat. Nomer ayting. Shepa 99 827 8050. 827 8050 aloqa qilish qo'rasi. Uyda bor so'raganlarga. Boyaga nech pul bo'ldi bu? Telefonga chiqarib marhamat bo'lmaydi. Bo'ldi, gap yo'q, zo'r. Chiroyli onajon. Hop. Aka, sotdinglarmi, oldinglarmi buni? 9 millionga oldi aka. Chiroyli onajon. 9 million so'mga baraka bo'ldi. Bunchi aka, nech pul qilishyapti buni? O boy aka, nech pul qildi? 11,5 million. Novoz bozor qizlayapti-yu. Novoz bozorga kiraylikchi, nima gaplar, nima so'zlar? Buradan yo'talib o'tirib, bozor savol kelyapti. 60 ga yurib beryapti. 60 ga beringizmi? Men ham bitta foydalangim kelyapti. Mashina nima ablikol? Nech pul boy? 62,5 ming. Taroziga 62,5 ming so'mdan savdo bo'lyapti. Tarozi narxi ko'tarilib, 60-61 edi, stretnisi. 62,5 ming so'mgacha chiqibdi mana. Qancha? Trivazmni ham so'radingizmi aka, shu holatiga? Ana aka shu to'ra oyog'ida turganda nech pul so'rashdi? Ayog'iga mashg'ul 34 qildingizmi? 33 ming. 34 desam 35 deb pastladim. 33 million so'm, 34 million so'm atrofida mashq holatda trivazmga savdo bo'lyapti. 62,5 ming so'mdan taroziga savdo bo'lyapti. Mana Novoz voqea ekan akalarimizni videolarini jo'natib qo'ysanglar, uyda Novosning narxini hisob-kitob qilib, uyda ham chiqarib qo'ysa bo'laveradi. Baribir zot-zotligini qiladi, qarang. Semiri zo'r bo'lganda. Bo'p, soting. Bu kimniki ekan bu? Shved. Kimdan bu? Boyaga shu savdo bo'lyaptimi? Nech pul? 37 million so'm oq savdo bo'lyapti. Mana shuni savdo bo'lyapti. 37 million so'm. Mana qorasi kimdan ekan mana bu? Kimniki bu? Nech pul shepam? 55 million kam bor ekan. Katta mol ekan jonivor. Savdo qilishdimi sher? Nech pul? 25 ming. Tarozigachi. Taroziga so'rashdi. Trivazmga 45 million so'm savdo bo'lyapti. Hurmatli o'g'illar. 18 oylik bo'lsa ekan mana shu. Hurmatli o'g'illar, hali 2 yashar ham bo'lmabdi. Lekin hashagini ham o'g'ni ekanda. Zo'r katta bo'libdi-da, qarang. Barakasimiz. Zo'r, yaxshi pulga sotinglar. Qaysi biri bu tog'a? Nech pul?
40 milyon. Şvet Bu sana. tapan neçesi? 40 milyon mashinasi savdo bo'lyapti. Bozorda mol ko'p aka. Evet. Aka, 60 var, 60. bugungi bozorga taroz nima deyapti? Tarozga so'rashmadimi buni? 62 mi? 62 ming so'mdan tarozga ham so'radi. Ne o'ylayapti bosh bosh? Nech pul oldi boy aka? 29 million so'm yopdi. Mana. 30 million, 1 million ekan. Bugungi tarozda eng baland narxini so'rab qo'yamiz. Bodoga taroziga eng baland savdo bugungi nech pul? Tarozi eng baland. 65 gacha ham bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ko'rsatdi-ku. Avlikolda. Bugungi eng baland tash ekan 62,5 ming so'mdan ekan. Zo'r. Qoldan deydi. Nech pul oldi aka bu? Nech kilo chiqdi? 560 kiloni 61 ga ko'paytirsangiz, to'rttasi 61 ming so'mdan taroziga 560 ni ko'paytirsangiz kilo chiqadi. Bu nech pul oldi Eston? 23. Chiroqli bozorlar ekan. 10 million. 10 million. Shapam nech pul oldi bu? Arzon, eng arzonsiz. Shap nech pul oldi? 60, hozirgi sherigi shekili 61 dan taroziga. Ashlar sherigi. 3 tasi bitta dedi-yu. Mana vallahi boqqanga rahmat akmalaga mashinchalik qilib boru. Tayin tozala. Yemni Yem beryapti-kanki o'tasi yaradi. maydaroqlarni ham ko'rib qo'yaylikchi. Boyaga nech pul qilyapti buni? 18 million 400 ming so'm savdo bo'lyapti. Yaxshi bermayapti. Haligi tutsi. Nech pul oldi bu qo'nachi? Shep nech pul oldi? So'ramas. Qarsamas. Siz zarami? Voy, vash bardagi. Asfalt. Siz gapirib turing. Shvedlar nech pul qilyapti? 12,5? 12,5 million. Savdo qizyapti mana bu yerda. Nech pul? 15 o'tib. 15 million 400 ming shu qorasiga savdo qilyapti. Aliyon, qo'yinga shuni oldi. Nech pul bo'ldi aka bular? Taniganlar bormi? Savdo oldida. Qaysi biriga? Nech pul? O'ziga 14 million. Nech pul oldi 7 mi o'zi? 7 million mu? Shem nech pul oldi? 26 million so'm. Chiqaring. Ketdi. Ay. Ye. Onani mayra. Urib o'tgan. Qisib o'tgan anomo. Ve nech pul oldi bu shvet? 12 million so'm bu. 12. Shvet nomi shvet olsa pul o'p oldi. Bir ikkita barakalarni ham ko'raylik ha shu yerda. Hurmatli obunachilar, kanalingiz faollar bo'lsin. Tuvali brat. Trendda. Trendda aka. Trenddaga akamiz. Mana ko'rib turibsan. Haloydan chiqib oltinmas ekanmi? Yo'q.
5 pul oldimi? Kim 5 pul oldi? 21 million oldi. Hurmatli akalar, ukalar, chorvadorlar. 5 million 400.